Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugun eh, o'tgan safargi leksiyamizni ikkinchi qismi, ya'ni oksidlanish qaytarilish jarayonlarida eh, elektron balans va yarim ionli tenglamalar usulida tenglashtirishni ko'rib chiqamiz. Siz bilan hop, demak, eslab o'tamiz. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari demak bu moddalar tarkibidagi element atomlarining oksidlanish darajasining o'zgarishi bilan boradigan e, jarayonlar hisoblanadi. Oksidlanish darajasi bu atomlarning shartli zaryadi, qaysiki ular elektron berganda yoki elektron olganda hosil bo'ladigan shartli zaryad. Demak, bu zaryadlar bizga olgan element atomlarini kimyoviy jarayonlarda olgan yoki bergan elektronlar sonini ifoda etadi. Demak, turli muhitlarda murakkab ionlar bilan reaksiyalar turli xil natijalar bilan, ya'ni turli xil mahsulotlar chiqishi bilan borishi mumkin. Turli muhitlarda kaliy permanganatning kaliy sulfat bilan o'zaro ta'sirini ko'rib chiqamiz. Demak, kislotali muhitda kaliy sulfitni, demak, kaliy permanganat bilan kislotali muhitda oksidlanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Quyida reaksiya tenglamasi berilgan. Ko'rib turganingizdek, demak, bu yerda kaliy permanganat kaliy sulfit bilan sulfat kislotali sharoitda oksidlanganda hosil bo'ladigan moddalar magniy sulfat, demak kaliy sulfat va suv hosil bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, marganisni kaliy permanganatdagi marganis atomining oksidlanish darajasi +7 dan +2 qiymatgacha o'zgarib, demak 5 ta elektronni qabul qilib oladi. Parallel holatda kaliy sulfit tarkibidagi oltin go'rt atomi +4 oksidlanish darajadan +6 oksidlanish darajasigacha oksidlanib, demak 2 ta elektronni qabul qilib oladi. Mana to'liq ionli tenglamani yozadigan bo'lsak, demak, quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni kaliy permanganatdan kaliy va marganis ionlari, kaliy sulfitdan kaliy va sulfit ionlari, sulfat kislotadan demak vodorod kationlari va sulfatan ionlari hosil bo'lishi kerak. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan ionlarga qaraydigan bo'lsak, demak, marganisning 2+ ioni, sulfat ioni, kaliy kationlari, sulfat anionlari va suv molekulasi. Endi suv bu yerda demak ba'zi bir moddalar dissotsiyalanmagan holatda, ya'ni molekulyar holatda yozishi qabul qilingan. Xususan bu yerda demak gaz moddalar, cho'kmalar, kuchsiz elektrolitlar, xususan suv molekulasi molekulyar holatda keltiriladi. Demak, bu holatda yozilishini oksidlanish qaytarish reaksiyasini to'liq ionli holatda yozilishi deyiladi. Endi o'zgarishlarga uchragan, ya'ni to'liq bo'lmagan yarim reaksiyalarga uchrashi, ya'ni ularni yarim ion holatda biz quyidagicha yozib olamiz. Ya'ni dastlabki holatda manganat ioni marganis kationigacha o'zgargan. Sulfit ionlari bo'lsa sulfat ionlarigacha o'zgargan. Demak, ularni quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Endi muvozanat holatda agar ularni tarkibidagi ionlarni zaryadlari va tarkibidagi atomlarni tenglashtirish uchun OH ionlari, H ionlari va suv molekulasidan foydalanamiz. Xususan birinchi reaksiyamizda demak marganisga 4 ta kislorod yetmayapti. 4 ta kislorod atomini tenglashtirish uchun demak biz reaksiyani o'ng tarafiga 4 ta suv molekulasini joylashtiramiz. Bunda 4 ta vodorod kationlari reaksiyaning o'ng tarafida paydo bo'lib qoldi. Demak, biz reaksiyaning chap tarafiga ham shuncha miqdordagi vodorod kationlarni joylashtirishimiz kerak. Ana endi agar biz hozir chap tarafga OH ionlarni qo'ya olmaymiz. Sababi muhit kislotali sharoitda ketayotganligi uchun biz vodorod kationlarni qo'yish orqali ularni tenglashtirib olamiz. Va yarim ionli, ya'ni yarim reaksiya xuddi shu ko'rinishga keladi. Ikkinchi yarim reaksiya uchun, ya'ni SO3 2- va SO4 2- uchun demak yarim ionli tenglamani balansini tuzib olamiz. Buning uchun reaksiyaning chap tarafiga suv molekulasini joylashtiramiz, sababki sulfit ionida bitta kislorod yetmayapti. Suvni bitta molekulasini joylashtirsak, demak bu yerda ikkita vodorod kationi paydo bo'lib qoladi. Kationlarni demak biz vodorod kationlari bilan tenglashtirishimizga to'g'ri keladi, zero bu yerda sharoit kislotali. Demak, vodorod kationlarini joylashtirdik. Keling endi bo'limlarga bo'lish bo'yicha demak balansni tuzib olamiz. Marganis demak bu yerda -1 oksidlanish, ya'ni bularning zaryadlarini hammasini summarini tekshirib chiqamiz. -1 ga demak +8 va +2 ga 0. Demak bu yerdan ko'rinib turibdiki, zaryadlar farqi 5 ni beradi. Ya'ni +7 ga +2 qiymat. Chap tomonda 5 ta elektron qo'shamiz. Chap tomonga 5 ta elektron qo'shishimiz kerak. Shunda balans tenglashadi. Endi SO3 ioni uchun demak zaryadlarni balansini tekshirib ko'ramiz. Demak, -2 ga +0, ya'ni suvning zaryadi 0 hisoblanadi va -2 ga +2 0. Demak, -2 ga 0. Shuning uchun biz chap tomondagi 2 ta elektronni olib tashlashimiz kerak. Elektron balansini tuzamiz. Quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni yarim reaksiyani tenglashtirish uchun demak bu yerda 2 ta elektron, bu yerda bo'lsa 5 ta elektron yetishmovchilik. Demak, ularni o'zaro ko'paytirib quyidagi ko'rinishga olib kelib olamiz.
Demak, moddalarni oldidagi koeffitsiyentlarni ko'paytirganimizda, yarim ionli reaksiyalarimiz koeffitsentlari bilan to'liq ionli ko'rinishga o'tadi. Va quyidagi olgan koeffitsiyentlarimizni moddalarning orasiga qo'yish orqali reaksiyani to'liq tenglashtirib olishimiz mumkin. Chap tomondagi zaryadlar o'ng tomondagi zaryadlarga teng bo'ladi. Olingan koeffitsiyentlarni molekulyar shaklda yozilgan holatga o'tkazishimiz mumkin. Demak, kislotali muhitda har bir ortiqcha kislorod zarrachasi ikkita vodorod ioni bilan o'zaro ta'sirlashib suv hosil qiladi va har yetishmayotgan kislorod zarrachasi, demak, -2 zaryadli zarrachasi ikkita vodorod ionini o'ziga qo'shib suvni hosil qiladi. Demak, ishqoriy muhitdagi oksidlanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ishqoriy muhitda oksidlangan paytda quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ya'ni kaliy permanganat kaliy sulfitni ishqoriy muhitda quyidagicha oksidlaydi. Bunda, demak, hosil bo'lgan mahsulotlar kaliy manganat, kaliy sulfat va suv. Demak, yuqorida ko'rsatilgandek yarim ion shaklida yozib olamiz. Manganat ioni, demak, permanganat ioni manganat ioniga aylangan. Demak, bu yerda marganez atomlari ham, kislorod atomlari ham yetarli. Faqatgina elektronlarni to'g'irlasak bo'ladi. SO3 ionida har doimgidek OH ionlarini qo'yamiz. Endi vodorod kationlari, demak, bizga yordam bermaydi. Sabab sharoit ishqoriy bo'lgan. O'shaning uchun biz endi vodorod kationlarini o'rniga OH ionlarini ishlatishimiz darkor. Va yarim reaksiyani quyidagi shaklga, ya'ni OH, H va suv molekulalari orqali tenglashtirish orqali quyidagi ikkita yarim reaksiyani olamiz. Bu yarim reaksiyalarni o'zaro birlashtirib, bitta to'liq ionli tenglamani hosil qilamiz. Ionli tenglamani oldida hosil bo'lgan koeffitsiyentlarni molekulyar holatdagiga qo'yib, biz quyidagicha reaksiya tenglamasini olishimiz mumkin. Demak, endi bu yerda 1 mol kaliy sulfitni, demak, oksidlash jarayonida 2 mol kaliy permanganat ishtirok etadi va 1 mol kaliy sulfat va 2 mol kaliy manganat hosil bo'ladi. Shunday qilib, ishqoriy muhitda har bir yetishmayotgan kislorod zarrachasiga ikkita gidroksil guruhidan suv molekulalarini hosil qilish uchun oladi va har bir ortiqcha kislorod zarrasi suv molekulasi bilan bog'lanib ikkita gidroksil ionni hosil qiladi. Har bir ortiqcha vodorod zarrachasi esa suv molekulalarini hosil qilish uchun gidroksil guruhlari bilan bog'lanadi. Endi xuddi shu reaksiyani, demak, biz neytral muhitlar uchun ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Neytral muhitda har bir ortiqcha kislorod zarrachasi suv molekulasi bilan o'zaro tashlashib ikkita gidroksil guruhini hosil qiladi. Ikkita vodorod ioni hosil qilish uchun yetishmayotgan kislorod zarrachasi suvdan oladi. Misol uchun kaliy permanganat kaliy sulfit bilan suv ishtirokida oksidlanganda, demak, biz ko'rishimiz mumkin bu yerda marganezning 4 valentli oksidi hosil bo'ladi va bu cho'kma bo'ladi. Demak, bunda ham xuddi yuqorida ko'rsatilgani kabi, demak, ikkita yarim reaksiya holatda yozib olinadi va bu yerdagi zaryadlar va atomlar soni balansi to'g'irlanadi. Balans to'g'irlanganda va elektronlar to'g'irlanganda bularda qo'yilishi lozim bo'lgan koeffitsiyentlar vujudga keladi. Demak, o'sha koeffitsiyentlarni ikkita yarim reaksiyani tenglashtirgan paytimizda, ya'ni ularni o'zaro birlashtirib yuborganimizda o'ng tomon, chap tomon bilan birlashtiramiz. Ana o'shanda biz, demak, to'liq ionli holatdan molekulyar holatga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib atrof, ya'ni eritmaning muhitiga qarab turib, demak, reaksiyaning mahsulotlari turli xil bo'lishi mumkin. Ya'ni kaliy permanganatni kislotali, neytral yoki bo'lmasa ishqoriy muhitda oksidlovchilik xususiyati turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin va bitta moddani o'zini turli xil shaklda oksidlashi va turli xil shaklgacha qaytarilishi mumkin ekan. Demak, ba'zi bir reaksiyalarimiz borki, demak, bu yerda bitta molekulaning ichida ham oksidlovchi ham chiqaruvchi bitta atomning o'zi bo'lib qoladi. Demak, molekulalarning o'zaro ta'sir reaksiyalari, ya'ni xuddi shu moddadan kaliy permanganatni oksidlovchi ham, qaytaruvchi ham mavjud. Ammo bu funksiyalarni turli atomlar bajaradi. Elektron muvozanat usuli, ya'ni elektron balans usuli yordamida reaksiyani tenglashtiramiz. Chunki bu kristal moddalar parchalanish reaksiyasi hisoblanadi. Endi bu yerda ko'rib turibsizki, marganez ham, demak, +7 dan +4 ga o'tgan va marganez +7 dan +6 ga o'tgan. Har ikkala holatda ham, demak, u elektron olyapti. Xo'p, elektronni kimdan oladi degan savol tug'iladi. Demak, elektronni albatta kisloroddan olyapti. Demak, bu yerda oksidlovchi agar kaliy permanganat tarkibidagi marganez ion atomlari hisoblanadigan bo'lsa, demak, qaytaruvchi rolini o'sha kaliy permanganatning tarkibidagi kislorod atomi o'taydi. Va o'sha ikkita elektron balans orqali, ya'ni o'sha qaytaruvchi va oksidlovchi juftlar orqali reaksiyani tenglashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni kim +7 dan +4 ga +6 ga o'tdi. Demak, kislorod -2 dan 0 holatga, ya'ni molekulyar holatga o'tdi. Demak, ularni ion shaklida yozib olamiz va elektron zaryadlarini tenglashtirib olamiz. Quyidagicha molekulyar holatda olishingiz mumkin. Demak, disproporsionallanish reaksiyalar. Disproporsionallanish reaksiyasi bu qachonki bitta atom turli xil oksidlanish darajalariga bir paytning o'zida o'zgarishi, ya'ni
Misol uchun biz olishimiz mumkin xlorni suvda erish jarayonini qarab chiqamiz. Bu yerda xlor suvda eritilganda xlorid kislota va gipoxlorid kislota hosil bo'ladi. Ya'ni xlorni o'zi ham oksidlovchi, xlorni o'zi ham qaytaruvchi rolini o'ynaydi. Agar bitta moddani tarkibida yoki bo'lmasa bitta atomning o'zi ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi rolni o'ynaydigan bo'lsa, demak bunday reaksiyalar disproporsionallanish reaksiyasi deyiladi. Quyidagi holatda demak xlor oddiy modda holatda 0 oksidlanish darajaga ega bo'lgandan, demak -1 gacha o'tgan. Demak, bu hozir oksidlovchi. Xlor 0 holatdan gipoxlorid kislota holatiga o'tgan, ya'ni gipoxlorid kislotadagi xlorning oksidlanish darajasi +1 ga teng. Demak, bu yerdagi xlor hozir qaytaruvchi rolni o'ynayapti. O'zaro elektron balans usuli orqali tenglashtirish orqali, demak, molekulyar tenglamaning koeffitsiyentlarini quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdi, xlor hozir ham oksidlovchi, xlor ham qaytaruvchi rolini o'ynayapti. Oksidlanish qaytarish reaksiyalariga nitratlarning, ya'ni kislotalarni, ayrim bir tuzlarni nitratlarni, ya'ni metallni nitratlarni parchalanishini ham olish mumkin. Biz bilamizki, ishqoriy metallarning nitratlari parchalanganda nitrit va kislorod hosil bo'ladi. Ba'zi bir o'rta aktivlikka ega bo'lgan metal nitratlari parchalanganda, demak, metal oksidi NO2 va kislorod hosil bo'ladi. Vodoroddan keyin turgan metallar, ya'ni mis, kumush, platina, oltin kabi metallarimiz bor. Bular parchalangan paytda metalning o'zi toza holatda NO2 va kislorod hosil bo'lishlari boradi. Misol uchun kalsiy nitrati parchalanishini olib qaraydigan bo'lsak, demak, bu yerda azot +5 oksidlanish darajasi holatidan, demak, +3 holatigacha o'tadi. Demak, kislorod bu yerda -2 holatdan 0 holatiga. Ko'rinib turibdiki, kislorod bu yerda qaytaruvchi, azot bu yerda oksidlovchi. O'sha oksidlovchi va qaytaruvchi juftlar orqali, demak, elektron balansini chizib olamiz va koeffitsiyentlarni tanlaymiz. Endi rux nitratda parchalanishini oladigan bo'lsak, bu yerda rux oksidi, azotning dioksidi va kislorod hosil bo'ladi. Azot dioksidigacha qaytarilgan jarayonda azot +5 dan +4 gacha. Kislorod bo'lsa -2 dan 0 gacha oksidlanadi. Demak, oksidlovchi qaytaruvchi juftdan foydalangan holatda biz elektron balans tuza olamiz va shu orqali koeffitsiyentlarni tanlaymiz. Endi ba'zi bir passiv metallarning parchalanishida, demak, toza metalning o'zi hosil bo'ladi va bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, oksidlovchi qaytaruvchi juftlar orqali, ya'ni kumush bu yerda hozir oksidlovchi rolni o'ynayapti, azot bu yerda, demak, qaytaruvchi rolni o'ynamoqda. Endi kislorod, kumush bilan, kechirasiz, kumush bilan azot bu yerda hozir, demak, +1 dan 0 ga o'tgan. Kumush bu yerda hozir elektron olyapti. Azot +5 dan +4 ga azot olyapti. Bular ikkovi ham hozir oksidlovchi, kislorod bu yerda qaytaruvchi. Demak, ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha elektron balans usuli yordamida, ya'ni +5 +1 dan 0 va +4 ga o'tganligi uchun ikkita elektron yetishmovchiligi va kislorodda, demak, -2 dan 0 gacha o'tgan va atomlarni tenglashtirish orqali 4 ta elektron topib olamiz. Va elektron balans usuli, yana elektronlarni balanslash orqali, demak, ularning koeffitsiyentlarini tanlab olishimiz mumkin. Endi oksidlanish qaytarilish reaksiyalari tabiatda ham juda ko'p sodir bo'lib turadi. Demak, biokimyoviy turli xil biosintezlar borki, bular, demak, oksidlanish qaytarilish reaksiyalari asosida boradi. Misol uchun, oddiygina fotosintez jarayoni, o'simliklarda karbonat angidridning yutilib, o'rniga kislorod hosil bo'lish jarayoni borki, bu, demak, oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga misol bo'la oladi. Yoqilg'ining yonishi yoki bo'lmasa, masalan, avtomobillar yoki bo'lmasa, reaktiv samolyotlar yoki bo'lmasa raketalar uchish jarayonida ham yoqilg'ining yonish jarayoni oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga asoslangan bo'ladi. Ya'ni u yerda yonilg'i qaytaruvchi hisoblanadi, kislorod, havodagi kislorod bo'lsa oksidlovchi hisoblanadi. Demak, metallarni olish jarayonida ham, demak, metallarni biz turli xil qaytaruvchilar yordamida ularning oksidlaridan ajratib olamiz. Bu ham oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga misol bo'ladi. Metallarning korroziyasi, ya'ni metallar ochiq havoda yoki nam joyda qolgan paytda, demak, ular oksidlanadi va gidroksid, metal gidroksidlari metal oksidlarini hosil qiladi. Bu jarayon ham oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga yorqin misol bo'lishi mumkin. Demak, quyida siz misni azot kislotasida, ya'ni nitrat kislotada erish jarayonini ko'rmoqdasiz. Demak, bu yerda siz elektron balansni tuzilganini, ya'ni tayyor tenglamalarni ko'rishingiz mumkin. Ruhni azot nitrat kislotaning turli xil konsentratsiyali eritmalari, ya'ni ularni suyultirilgan, konsentrlangan va o'ta suyultirilgan eritmalarda turli xil oksidlanish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Endi nafaqat metallar, balki metal emaslar ham kislotalarda, ya'ni kislorod saqlovchi kislotalarda oksidlanishi mumkin. Xususan, demak, oltin gugurtni konsentrlangan nitrat kislotadagi erish jarayonini ko'rmoqdasiz va bu yerda azot, demak, oksidlovchi, oltin gugurt qaytaruvchi. Bu yerda sulfat kislota va NO2 qo'ng'ir gaz hosil bo'lgan. Fosforni olishingiz mumkin. Fosforni, demak, suyultirilgan nitrat kislota eritmasida erish jarayonini ko'rmoqdasiz, chunki bu yerda NO gazi ajralib chiqqan. Ularni ham xuddi shunaqangi oksidlanish qaytarilish yoki bo'lmasa yarim ionli tenglama asosida, demak, tenglashtirishingiz mumkin. Demak, shu bilan bugungi ma'ruzamiz o'zining yakuniga yetdi. Keyingi darslarimizgacha sog' bo'ling, salomat bo'ling.